Dada, ko'rdingizmi? Havosini qarang, havosini. Zo'r, a? Ha. Tog'ni havosi sovuq ekan lekin. Ha, shunaqa lekin dada. Havosi toza ekanu lekin sovuq ekanda. Menichi, Ha, bu yoqqa olib kelib bir tomonda yaxshi ish qilding o'g'lim. Havosi yaxshi ekanu o'g'lim. Sovuq ekanda. Lekin olib kelib to'g'ri qilding o'g'lim. Ana ular bor-ku. Meni bitta xonaga tiqib dimiqtirib qo'yuvdi. ha, Xudoga shukr. Meni kerakli joyga olib kelding. Menga qara. labba Bu dada. joylar hammasi o'zimiznikimi, ha? Ha dada, o'zimizniki. Anu, yomon xotin qidirib kelmaydimi? Yo'q, oyim bu yerni bilmaydi dada. Mayli, rahmat o'g'lim. Yaxshi ham sen bor ekansan. Qayda? Dada, Ha? qishloqda bitta tabib bor. Kasallarni davolar ekan. Ertaga o'sha tabibni uyga olib kelaman. Sizni mana shu yerda davolataman. Umringdan baraka top bolam, rahmat. Sovqatdingizmi dada? Ha. Qani Sal bo'lmasa badanim junjikib qoldi. ketdik, uyga kiramiz. Ha. Dada, qishloqdagilarning Baraka aytishicha, top. rosa kuchli tabib ekan. Albatta sizni davolaydi dada.